Bugungi syomkamiz Abduxo'p akada. Bosh rollarda Ali. Amaning uni yo'q. Ha. Bu. Bugun Abduxo'p aka oshxonasida saharlik oshlarimiz tayyor bo'lyapti. Bugun Abduxo'p aka oshxonasida saharlik oshlarimiz tayyor bo'lyapti. Shu turura. Oshimiz tayyor bo'lganiga 1 soat bo'lmasdan oshlarimiz tugashni boshlayapti. Ha aytgancha banketli xonamizda do'stlar bilan va oilaviy kelgani joylarimiz mavjud. Ko'ryapsizmi mana? Oshimiz tayyor bo'lganiga 1 soat bo'lmasdan oshlarimiz tugashni boshlayapti. Ha aytgancha banketli xonamizda do'stlar bilan va oilaviy kelgani joylarimiz mavjud. Bo'yim mana ikkita. Buni tushyapsan? Bo'pti. Boshqa yana bitta olamiz. Agarda saharlikka qayerdan osh olishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol Abduxo'p aka oshxonasiga kelishingiz mumkin. Sizlarni Abduxo'p aka oshxonasida kutib qolamiz. Ha aytgancha, dastavka uchun pastki raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Tog'anamiga sizga qayerdan osh olishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol Abduxo'p aka oshxonasiga kelishingiz mumkin. Sizlarni Abduxo'p aka oshxonasida kutib qolamiz. Ha aytgancha, dastavka uchun pastki raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Oxirida yo'q. Qosh. Bitta kadr mana shu kadr yomon chiqadi-yu. Hamma bizda yoziblar. Bekingedagi o'qigan u osh yetmay qolgan, ochib qolgan qiziq yo'qdi. Nihoyat videoda bo'ldik. Natijasini videoda oxirida ko'rib boringlar.